Assalomu alaykum. Hurmatli dehqonlarimiz. Mana bu bizning polni teplisamizni boshqaradigan shetimiz bo'ladi. Mana bu yerda graduslarimiz ko'rsatib turadi. Bu yoqda fortichkalarimiz. Xo'sh, bu yoqda bakoylarimiz, ochib yopish pardalarni. Tepa pardalarimiz. Bular oq yozda ishlatiladigan to'r pardalarimiz. Hammasi shu yerga terilgan. Juda qulay. Mana bu radiatorlarimiz, isitish tizimimiz. Mana bu dori taxlaydigan bochkamiz akalar. 2 tonnalik kelasi. Mana bular biz hozirgi kunda berayotgan dorilarimiz. Mana bu pomidorlarimiz akalar. Mana bugun 22:16 soatimiz. 25-fevral. Akalar, bizda hali ham o'sha muammo. Menimcha hammada ham bo'lyapti bu muammo. O'ylaymiz. Namlik balandligi. Namlik balandligi akalar mana 89%. Pomidorlarimiz barglarda suv donachalarini ko'ryapsizmi? Shunaqa paydo bo'lyapti kechqurunlar. Qo'ldan kelgancha namlikni tushirishga harakat qilyapmiz. Radiatorlarni qo'shib, kun issiq bo'lsa ham pardalar ochilgan holatda edi. Mana hozir yopdik. O'shangacha ochiq edi tepa pardalarimiz ham. Hammani ishiga omad. Ro'zadorlarimizga Xudoning o'zi kuch-quvvat bersin. Shunaqa gaplar akalar.